Ayollarning milliy kiyimlarida marjon, zirak, bilaguzuk va boshqa taqinchoqlar ham asosiy o'rinni egallaydi. Bu bezaklar asosan oltin, kumush va boshqa qimmatbaho metallar va toshlardan tayyorlanadi. Ba'zi taqinchoqlar nafaqat bezak, balki ayolning ijtimoiy mavqeini ham ifodalaydi. Zargarlik san'ati milliy badiiy madaniyatimiz tarixining ajralmas qismi bo'lib, xalqimizning olis o'tmishini o'rganishda yordam beradi. Ziynat buyumlari hunar egalarining mahoratidan, ma'lum davr iqtisodiy va ijtimoiy shart-sharoitlardan, ma'dan va toshlarga ishlov berish texnikasidan hikoya qiladi hamda zargarlar yashagan davr san'atining uslubiy xususiyatlarini o'zida namoyon etadi. 19-asr oxirlari, 20-asr boshlarida Qo'qon, Namangan, Andijon, Marg'ilon shaharlarida zargarlik rivojlandi. Farg'ona vodiysi zargarlari ish uslublari boshqa hudud zargarlarininkidan ajralib turadi. Qo'qon shahridagi Jome amaliy san'at muzeyida saqlanayotgan zargarlik buyumlarida bularni ko'rish mumkin. Dunyoda bir dona ayol zoti topilsa ham 10 ta zargarga ish topiladi degan. Bu demak shundan kelib chiqadiki, ayollar o'ta bezanishga, bu tabiatiga xosda ayollarni o'ta darajada mana shu nafislikka intiladigan xilqat hisoblanadi. Shuning uchun qadimdan va hozirgi kunda ham ayollarimizni bezak turlari juda ham ko'p uchraydi. Endi avvalgi zamon, ya'ni 100 yil, 200 yil oldingi davrdagi taqinchoqlar bilan hozirgi taqinchoqlarning albatta o'rtasida juda ham katta farq bor. Lekin so'nggi yillarda shu bizni juda ham quvontiradiki, qadimgi taqinchoqlar asosida yasalayotgan, masalan, tumorlar, tillaqoshlar, zebigardonlar, nozigardonlar hozir yana urfga kirdi. Aynan bizni Qo'qon shahrimizda kelinchaklarni bu taqinchoqlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Bizni urf-odatlarimizga ko'ra shu to'ydan keyin, to'y marosimidan keyin kelinchaklarimiz liboslariga moslab har xil bezaklar bilan bezanadilar. Bu ayol kishining ziynat hisoblanadi. Hatto oxirgi paytda bizning zargarlarimiz shu darajada mahorat bilan ishlashyaptiki, har bitta liboslariga alohida o'ziga xos mos taqinchoqlarni yaratmoqdalar. Endi mana qadimgi taqinchoqlarga keladigan bo'lsak, ularni hajmi juda ham katta bo'lgan va asosan qadimgi taqinchoqlarimiz kumushdan, tillodan va har xil metall qorishmalardan tayyorlangan va ularni o'ziga xos xususiyatlari bo'lgan. Masalan, soch popuklar o'ziga xos sochlarga qo'shib toqilgan bezak hisoblanib, aytiladiki, agar shu yosh qizlarda 40 tagacha mayda o'rim soch chiqsa, eng chiroyli qiz hisoblangan ekan. Ya'ni uni yurish-turishi, ko'rinishi eng chiroyli. Buni sababi mana ko'rib turganlaringdek, soch popukning oxirgi qismida, ya'ni pastki qismi har xil metall bezaklar bilan bezatilgan. Endi tasavvur qiling, bu metall bezaklar 40 ta mayda o'rilgan sochga o'ralgandan keyin o'ziga yarasha og'irlikni beradi. Va xohlaymizmi, xohlamaymizmi, mana shuni sochiga taqqan qizimiz yuzini yuqoriga qarab mag'rur turib beradi. Bu o'ziga xos o'sha uni chiroyli xatti-harakatini ta'minlab bergan deyiladi va hattoki shu bel qismiga tushib turgan bu metallar quyoshni zararli nurlaridan hattoki shu organizmni saqlagan ham deyiladi. Bezaklarimiz turlari juda ham ko'p bo'lgan. Hattoki bularni agar bitta ayolga yaxlit toqilsa 5 kilogacha bo'lgan og'irlikni tashkil etadi deyiladi. Chunki ko'rib turibsizlar, ularning hajmi juda ham katta bo'lgan. Masalan, peshonaband yoki tilla qoshi, uzuklar, bilazuklar, zebigardon, qo'ltiq tumorlar har xil turlari bo'lgan bezaklarimizni va ularning har birining o'zining vazifasi bo'lgan. Masalan, peshonaband. Peshonaband so'zi forsiydan olingan bo'lib, bu peshonasi band, ya'ni ayol turmushga chiqqanligini bildirgan va qaysiki ayol turmushga chiqsa, agar uni oilaviy sharoiti mana shu bezakni olish uchun imkoniyat darajasi yetarli bo'lsa, bu peshonaband toqilgan va peshonaband toqqan ayol demak turmushga chiqqanligini bildirgan. Yoki zebigardon, nozigardonlarni ham o'ziga yarasha vazifasi bo'lgan. Masalan, nozigardon juda ham nafis, mayda mo'nchoqlardan tikilgan. Shuning uchun o'z nomi o'zi bilan nozigardon, chunki nafis, nozikligi uchun.
Zebi Gardon bu o'z-o'zidan ayollarning ko'krak qismini bezab turish vazifasini bajargan. Shuning uchun shu nom berilgan. Va har xil turdagi blauzuklar, uzuklar ham zargarlik buyumlarining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu taqinchoqlarning har biri zo'r mahorat bilan ishlanganligi bois ularga xorijiy davlatlardan ham xaridorlar ko'p bo'lgan. Keyinroq esa taqinchoqlarni ayollarning liboslariga moslab tayyorlash urf bo'lgan. Har bir usta zargarning o'z kasbiy siri bo'lgan va taqinchoq tayyor bo'lmaguncha uni hech kimga ko'rsatmaganlar. Zargarlik zahmati va qadr-qimmatini bilgan, uning mas'uliyatli yukini yelkasiga olgan zargar Maqsudjon Ubaydullayevdir. Biz zargarlik faoliyati bilan 21 yil, 22 yil bo'ldi shug'ullanyapmiz. O'zimizni Qo'qon vodiydagi milliy taqinchoqlarni haqiqiy tabiiy mahsulotlardan yasalgani, o'zimizni Qo'qon maktabiga xos taqinchoqlar, o'sha xonlar paytida toqqan milliy urf-odatlarimizdagi ramzlar, qalampir munchoqlar, tushirilgan qalampir gullar, feruza, aqiq, karal va hokazo toshlardan, tabiiy toshlardan taqinchoqlar yasalgan. Hozirgi kunda zargarlik sohasi nihoyatda rivojlanib ketdi. Zargarlik sohasiga smart texnologiyalar kirib keldi, IT texnologiyalar kirib keldi. Zargarlik sohasida nazariy bilimga ham ega bo'lish kerak, amaliy bilimga ham ega bo'lish kerak. Yevropaga borganimizda, Italiyaga borganimizda, o'zimiz shu korxona, zavodlarga kirib ko'rganimizda ishlab chiqarish mahsulotlari hammasini texnikalar, robotlar bajaryapti. Qo'l mehnatini masalan haftalab yasasak, hozirgi kunda shunaqa stanoylar chiqqan, bir sutkada 24 kilo tilloni ishlab chiqarib beradi. Siz kofe, choy ichib o'tirsangiz bo'ldi, uni mexanizmni boshqarib. Aytga shunaqa texnologiyalar kirib keldi, tilloni probalarini tekshirish, tarkibida nima lazerlar bor, ularni o'qish uchun fizikani bilish kerak, ximiyani bilish kerak, gemologiyani bilish kerak, toshlarni tushunish kerak zargarlar. O'shanda biz Yevropadagi raqobatchilarimiz bilan bellasha olamiz. Zargarlikda hamma sir asrorini o'rganish kerak. Ular smart texnologiyalarni olib kiryapti. Ular hajmga ishlayapti. Ular hozir dunyoni egalladi. Qo'l mehnatlari, bularni hammasini o'zini ramziy ma'nosi bo'lgan, tabiiy toshlarni buqoqqa doriligi bo'lgan, malaxit toshlar o'ziga xos ayollarga bir qanaqadir organizmiga foydasi bo'lgan tabiiy mahsulotlar, kumushlarni masalan hozirgi kunda tog'larda portlatib olinyapti. Bu kumushlar radiatsiyalanib qolishi mumkin. Bizi qadimgi kumushlarda qo'l mehnati bilan tog'lardan, konlardan qazib olingan, bularda foydali elementlar o'lmagan. Kumush mahsulotlari masalan bizni diyorlarimizda ham ko'p, tilla ishlab chiqarish konlarimiz nihoyatda ko'p. Zargarlik eng nafis va ko'hna san'at turi hisoblanadi. Bu san'at turi hozirgi zamon zargarlarining juda boy an'analarga ega ijodida yanada ravnaq topmoqda. Zeb-ziynatlar zargarlarning yurak qo'ri bilan yaratilgan mukammal asar bo'lish bilan birga, ular o'sha davrda yashagan xalqlarning badiiy nafosat haqidagi tushunchalarini ham belgilab beradi. Maqsudjonga bu qadimiy san'at turining texnik usullarini, xom ashyolar xususiyatini o'rganish uchun bir necha yillar kerak bo'ldi. Zargar yaratayotgan asarlarida qadimgi milliy ustalar tajribasiga suyangani hamda dunyoni his qilish yordamida bu tajribani ongli ravishda zamonaviylashtirayotgani sezilib turadi. Usta asosan bilaguzuk, uzuk, sirg'a va marjonlar yasaydi. Hozirgi kunda masalan zargarlarimizga nihoyatda katta imtiyoz berib yubordi. O'zbek zargar sanoati, savdo sanoat palatasi, ular hammasi a'zo bo'lsa zargarlarga, mana hozir 180 kun muddatga zargarlar, ro'yxatdan o'tgan zargarlar agimkadan bemalol tilloni olib, kumush kerakmi, tillo kerakmi olib ishlatishi mumkin. O'zining ehtiyoji 180 kun muddatda foizsiz berilyapti. Davlat tomonidan imtiyoz berildi. 5 tonna kvota berildi. Har bitta taqinchoqni Yevropadagilar ham o'zi zo'r narsalar ishlab, texnologiya bilan ishlagani bilan ularning o'zi ham qo'l mehnatlarini qadriga yetadi.
hukumatimiz tomonidan hunarmandchilikka berilayotgan imtiyozlar tufayli ushbu tarmoq keyingi yillarda keng rivoj topmoqda. Zargarlik buyumlariga nafaqat mahalliy aholi, balki xorijlik sayyohlar ham katta qiziqish bilan qaramoqdalar. Bu esa o'z navbatida yurtimizda turizm salohiyatini yanada oshirishga va shu orqali qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratishga xizmat qilyapti. Men Turkiyaga o'zimni Qo'qondagi xos maktabli taqinchoqlarimni bir 10 tachasini shu festivalda sotdim. Nimagaki yoqib qoldi. U tabiiy toshlarni, feruzalarni ko'rib turib, u qiziqar ekan, tabiiy toshlarni bilar ekan. Menga tabiiyligi kerak. Erta yantar tosh bor edi, Muhammadiya degan taqinchoq yasagan edim. Ular hammasi toqqan odamga organizmiga minerallar foyda beradi. Ayollarga faqat kumush, tillo, tabiiy toshlar taqsa, brilliantlar, korallar, bular hammasi organizmiga mineral foyda beradi. O'zimizni baribir urf-odatlarimizni saqlab qolishimiz kerak. Milliy taqinchoqlarimiz, Qo'qon xonlari toqqan mahsulotlarni originallarini, nusxalarini yasab kelyapmiz. Ularni saqlab qolish kerak. Baribir kimdir shu narsalarni saqlab davomiylik qilish kerak. Nozik did bilan ishlangan bejirim taqinchoqlardagi ko'zni qamashtiruvchi qimmatbaho tosh, dur va yoqutlarning mujassamlashishi asosida yaxlit bir san'at turdonasi paydo bo'ladi. Shu bois ham zargar yaratgan har bir buyum zarga qiyoslanishi bejiz emas. Usta zargar G'afforjon Mamadaliyev ko'p yillardan buyon ushbu yo'nalishda izlanishlar olib borib, zargarlik sohasida ko'plab muvaffaqiyatlarga erishib kelayotgan iste'dod egasi va go'zallik yaratuvchisidir. Keyingi yillarda mamlakatimizda zargarlik hunarini rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor sabab u Qo'qon shahridagi 6-musiqa va san'at maktabi o'quvchilariga o'z hunarini o'rgatib kelmoqda. Zargarlik faoliyatini men o'zim 1995-yildan boshlaganman. 10-yilgacha zargarlik sexlarida ishlab yurib, 2010-yili o'rtog'imiz mana bu yerda 6-musiqa maktabida rahbar bo'lib ishlayotgan paytida maslahatlashib, o'sha bilan birgalikda musiqa maktabi amaliy san'at bo'limida biz bitta zargarlik sinfini ochishga qaror qildik. O'shandan beri 2010-yildan beri mana shu maktab bolalarini olib hammasini o'qitib kelyapmiz. Mana shu 15 yil davomida ishlab turgan bo'lsam, 40 dan oshiq shogirdlar chiqardik. Hammalari mana institutdan o'qiganlari bor, mana shu zargarlikda qilyap turganlari ham bor. Yana bitirib chiqib ketgandan keyin kelib faoliyatini davom ettirgan o'quvchilarimiz ham bor. Mana bu shogirdlarimiz hozir o'tgan yili festivallarda qatnashdi, yana xalqaro konkurslarga chiqishyapti. Respublikada birinchi o'rinda olishdi, xalqaro konkurslarga borib faxrli o'rinlarda olib kelishyapti. Hammalarini mana hozir hunarga o'rgatib, kelajakda yurtimizga, elimizga xizmat qiladigan farzandlar qilib tarbiyalashga harakat qilyapmiz. Qaytadan qadriyatlarimizni ko'tarish uchun o'sha 18-chi, 19-chi, 20-chi asrdagi eski ishlangan ustalarning ishlarini olib, o'shalarni o'rganib, ana shularda hamma sir asrorlarini shu ballarga o'rgatyapmiz hozir. Men o'zim xonadonimga 4 yillarida 8 nafar mehribonlik uyidan farzandlarni olganman. Mana shu farzandlarni 4 yildan beri o'zim tarbiyalayapman. Endi bularni mana shu xonadonimda o'sib katta bo'la turganligi uchun, mana shu ballarda o'zimning hunarimni o'rganish uchun shu maktabimizga jalb qilib olib kelib, o'zim bilan birga mana shu ballarni hunarga o'rgatyapman. Biz harakatimiz mana shularda kelajakda yurtimizga yaxshi farzandlar bo'lib yetishishni niyat qilyapmiz ilohim. O'zimda 3 ta, 2 ta qiz, 1 ta o'g'lim bor, 3 nafar farzandim bor. Bular bilan 7 ta farzandni voyaga yetkazyapman. Bu yerda usta zargarlar yoshlarga qadimiy san'at turining texnik usullari, xom ashyolar xususiyati va yo'nalishlarini o'rgatib kelmoqda. Ularning qo'llarida sayqal topayotgan asarlarda Farg'ona zargarligi tarixi va bugunini ko'rish mumkin. Har birida usta zargarlarning yurak qo'llari va ko'z nurlari bor. Asrlar o'sha e'zozlanib kelinayotgan taqinchoqlarimizga uzoq o'lkalarda ham hayrat ila qarayotganlarini ko'rgan
qaraganda esa ajdodlarimizdan e'zozlanib kelinayotgan boqiy merosimizga yanada mehrimiz toblanadi, qalbimizda iftixor tuyg'ulari jo'sh uradi.